Xorazmdan Qashqadaryoga kelin bo'lsang. Assalomu alaykum, chaqqonmisiz? Ya ular sizga man chakmayman dadangiz chakarlar. Yo, chaqqonmisiz, salomatmisiz degani. Sal qo'lli sirib ochilishi. Hamsayalar chiqib qolsa kelin salom qil. Hamsaye novi. Hamsaya endi qo'shnida. Ko'ngilchi desangiz-a? Nima deyapsan? Bali umuman tushunmay gapingga. Shu giddi kuyganni aytsa, ertalabdan turay ichdim, sallarni oldinga boray ichdim, u bu joyga o'tiray ichdik. Shunda hamma gap ichdim qo'shsa Qashqadaryocha bo'ladi ekan. Kelin, o'g'limga bir kadi tayyorlaylik. Juda yaxshi ko'radi-da. Kadi? Men ko'rsataman Azamat akadini. Balaysizmi Azamat sansiraysiz? Aytgancha nima dedangiz gapirmayapsiz? Bizda 2 yilcha atama gaplash mumkin emas. Tushunmadim baribir. O'g'lim kelsa tarjima qilib berar. Kelin, qachon yana tuxum barak yeymiz? Yumurta barak pishirib bersam bo'ladimi? Xorazmdan kelol zo'r ekanda. Tilishidan o'tgan kun tez gapirsa, qo'shiq aytibdi deb o'ylab ketaman. Uy uzoqligi unasinkin ketib qolmay ekan. Lekin bitta menusi bor ekanda. Qandoqqa minus-da? O qalin puliga bitta pochkam sotuvdik-ku, o'sha og'riyapti-da.